hurmatli ishtirokchilarimiz, men ismim Bobomurod Maqsudov, men qishloq xo'jaligi vazirligini vakiliman. Men ilk bor mana mazkur tadbirda ishtirok etyapman va imkoniyatdan, fursatdan foydalanib men sizlarga o'zimni chin minnatdorchilik so'zlarimni bildirmoqchiman. Va bu yerda yana bir muhim narsa, 2019-yilda bizlar mana GIS tizimiga o'tdik va ayni paytda bizlar mana Bekzod aka ham borlar bu yerda. Ular GI Service kompaniyasining vakili, ular O'zbekistonda mana GI Service kompaniyasi vakili bo'lib, meni taqdimotim esa qishloq xo'jaligida GIS tizimidan foydalanishda men o'zbek tilida o'tkazaman taqdimotimni. Assalomu alaykum, yana bir marta aytmoqchimanki, axborot tizimlari bo'yicha biz baribir o'sha Data Plus'ni o'rganganmiz. O'sha 2000-yil atrofida bizning xodimlarimiz o'sha Data Plus'ga borib kurslarni o'tishgan. Endi men o'zim Kiyevda o'qigan bo'lsam ham, bizning xodimlarimiz Data Plus Moskvada o'qishgan. Bugungi prezentatsiya qishloq xo'jaligidagi axborot tizimlarini qo'llashga bag'ishlangan. Hammaga ma'lumki, qishloq xo'jaligi bu respublikaning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun eng muhim yo'nalish hisoblanadi. Shu uchun ham hukumatimiz bu borada bir qancha mera huquqiy hujjatlarni ishlab chiqilgan. Jumladan mana shu axborot tizimlarini qishloq xo'jaligida qo'llash borasida ham mera hujjatlar bor. Bu yerda endi men bir qanchasini qo'ydim, chunki bu asosiylar bu yerda yozilgan, lekin 2025-yilga qadar bu sohada 38 tadan ortiq mera hujjat qabul qilingan, faqatgina axborot tizimini qishloq xo'jaligida tatbiq etish yo'nalishida. Ya'ni bu juda katta raqamlar, kichkina raqam emas. Shuni o'zidan ko'rinadiki, hukumatning raqamlashtirish sohasini qishloq xo'jaligiga kiritishni qanchalik muhimligini. Endi raqamlarga keladigan bo'lsak, mana 2020-yilda 1-marta 794 Mahkamasi qarori bilan o'sha hukumatimiz raqamlashtirish sohasini, shu jumladan axborot tizimlarini va dasturiy ta'minotlarni sohaga kiritish bo'yicha 1-marta qaror qabul qilindi. Shundan keyin bir 2 oycha o'tgandan keyin 2021-yilda 5006 prezident qarori qabul qilindi. Yana bu qarorning muhimligi shunday iboratki, qishloq xo'jaligi vazirligi apparatida alohida shu yo'nalish bo'yicha vazir o'rinbosari lavozimi kiritildi. Shu lavozim bilan birga sohada axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha boshqarma va axborot tizimlari bo'yicha alohida boshqarmalar tashkil qilindi. Ya'ni 21-yildan boshlab qishloq xo'jaligi tizimida butun keskin o'zgarishlar yuz berdi axborot tizimlarini qo'llash borasida. Shunda men ham 2021-yilda qishloq xo'jaligi vazirligiga keldim. Oldin kadastrda ishlaganman sohasi bo'yicha. Biz o'ylab o'tirmasdan, ya'ni velosiped yaratmasdan turib, to'g'ridan to'g'ri o'sha ARGIS tizimini qishloq xo'jaligiga tatbiq etish bo'yicha kelishib oldikda, shu narsa mana shu GIS servis yordamida 21-yil iyul oylarida edi. Biz ARGISni to'liq tizimlar hammasi sotib oldik. Yana aytmoqchimanki, o'sha ARGIS Enterprise Edition, ARGIS Pro, Field Worker kabi litsenziyalarni sotib olib, qishloq xo'jaligida tatbiq etish boshladik. Birinchi marta shu noyabr oyining o'rtalarida qishloq xo'jaligi vazirligida yagona qishloq xo'jaligi ma'lumotlar bazasi shakllantirildi. Bu noyabr oylari edi. Endi bular qanday shakllandi? Bu yerda endi aytmoqchiman, ozgina obyekt haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, respublikamizda yer resurslari ko'rib turibsiz, 44,89 million gektar bo'lsa, shundan faqatgina 374 million gektar sug'oriladigan yerlar. Yana bizni oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydigan asosiy yer resurslari 374. Lekin qishloq xo'jaligiga o'zi e'tibor berganimizda bu 26 million gektar yerni tashkil qiladi. Yana bu keyingi e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, o'sha joyda juda katta qismini yaylov yerlari tashkil qiladi. Yana bu qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqariladigan yerlar.
Endi biz o'sha hozir aytadigan bo'lsak, mana shu obyektlarni raqamlashtirish uchun birinchi marta mana yozilgan, yana o'sha 794-son qarori asosida loyiha qabul qilindi. Loyihaning asosiy vazifasi shu 3-7 million gektar ekin maydonlarini to'liq xalqaro o'tkazish va monitoringini yuritish. Asosiy vazifamiz qishloq xo'jalik ekinlari monitoringini yuritish. Ya'ni yerimizda qancha ekin joylashtirilgan, shundan qanchasi o'zi faktda bor va ularni vegetatsiya davrlari qanaqa bo'lgan, sug'orish tizimlari qanaqa, shu narsalarni monitoring qilish maqsadida shunaqa tizimni ishlab chiqdik. Bu yerda bu tizimda birinchi ko'rinishlari turibdi bu yerda. Endi bu yerda rivojlanish o'sha 22-25-yillar edi. Biz buni 22-yilda yo'lga qo'ydik, tizimda ishlab chiqib va qolgan yillarda bu narsani faqatgina takomillashtirib bordik. E'tibor beradigan bo'lsak, mana shu 21-yilda biz Ezra-Siz orqali o'sha dasturiy ta'minot olganimizdan keyin asosiy GIS serverlarimiz bu o'sha data markaz, ya'ni biz O'zbek Telekom data markazi joylashtirilgan, ya'ni 10 dan ortiq serverda joylashtirilgan. Asosiy ishlovchilarimiz bu o'sha Argis desktop bo'ladigan bo'lsa, bu narsalar shu o'zimiz agrosantr raqamlash markazida, bizning yer tuzuvchilarimiz o'zaro loyiha markaziy ofisida joylashtirilgan bo'lsa, editor qismlari bu hududlarimizda, viloyatlarda va tumanlarimizda o'sha Argis Field Worker litsenziyalari berdik. Har bittasi bo'yicha jamasi o'qitildi xodimlar. O'sha o'qitilgandan keyin bu tizimlar nima deydi? Ishga tushib boshladi. Bu hammasi o'zimiz nima deydi? Bir boshdan qadamma-qadam ishlab chiqqan tizimlarimiz bu. Bu bizning o'sha 21-yildagi birinchi axborotlar bazasi. Bu yerda ko'rsatilgan har bitta ma'lumotni biz qayerdan olganligimiz, ya'ni hammasini o'zimiz yarata olmaymiz. Shuning uchun biz boshqa tashqi vazirlik idoralaridan mavjud ma'lumot bazasini, ma'lumotlarini va ma'lumot bazasini olib, turli xil formatlardagi endi o'zimizda shu birinchi axborot bazasini shakllantirdik 21-noyabr oyida. Uning strukturasi mana shunday iborat. Bu birinchi strukturamiz. Shundan keyin birinchi dashbord geoportal yaratildi. Ko'rib turibsiz, bu birinchi degradatsiya portali. Ya'ni bilasizlar, O'zbekistondagi mana hozir aytib o'tib ketdim, 16 milliondan ortiq yaylov yerlarimiz bor. U yerlarda aslında chorva mollar boqiladi, lekin shundan biz bilishimiz kerak, qaysi hududlarimizda oziqabop ekinlar bor. Ya'ni ham o'sha yaylov o'simligiga oziqabop emas, ya'ni qanchasi zaharlilari bor. Bu narsalarni shu yerda har bitta nuqtalar bo'yicha biz o'rganib chiqdik. Tuproqlarni o'rgandik, tuproqlar o'sha ma'lumotlarni shular bo'yicha ma'lumot bazasi shakllantirilgan. Bir vaqtning o'zida hududlarga chiquvchilar mana Field Map orqali, Field Worker orqali ma'lumotlarni real vaqt rejimda kiritib borishadi. Bu rasmlar ko'rsatilmagan, chunki biz yana ularda majburiy qo'yganmizki, o'sha hudud har bittasini rasmga olish, har bitta nuqtalarni bo'yicha, ya'ni faktda haqiqatan o'sha joyda borganligi to'g'risida. Ko'rsatilgan mana sho'lanish darajasi, degradatsiya uchragan maydonlarimiz, sho'lanish darajasini qanchalik ko'p yoki kamligi har bir hudud bo'yicha shu bilan bir vaqtning o'zida o'sha atributlari qo'yilgan. Atributdagi ma'lumotlar har bir ma'lumotni kim qachon kiritganligi, ya'ni bu ma'lumotni egasi kimligini ko'rsatadigan informatsiyalar. Bu ikkinchi dashbordimiz. Bu yerda bu ham respublikamiz uchun muhim yo'nalishlardan bittasi bu bog' va tog' qator orollardan foydalanish raqamli monitoring tizimi. Birinchi navbatda biz bu yerda o'sha bog'larni, tog'zor va issiqxonalarni to'liq raqamlashtirib chiqildi. E'tibor beradigan bo'lsangiz, 94-98% gacha raqamlashtirilgan. Ya'ni bu 1 yil davomida qilindi bu narsalar hammasi. Bu yerda eng muhim joyi, masalan, mana bog'larga qaradigan bo'lsalar, masalan, bog'larning holati turlari bo'yicha grafik ko'rinishda masalan boshqaruvni qabul qiladigan o'sha vakillar tomonidan qabul qilish osonroqda, informatsiya qabul qilish osonroq. Shu uchun bu yerda ma'lumot grafik ko'rinishi berildiki, har bitta informatsiyani tezroq o'sha foydalanuvchilar qaror qabul qiluvchilar to'g'ri qabul qilsin va tezroq yechimlarga kelsin. Shu maqsadda mana grafik ma'lumotlar berilgan. Bu yerda ko'rib turibsiz, har bitta ma'lumot shu dalaga chiqqan holatda o'sha Field Workerlar yordamida, Field Maps yordamida hamma ma'lumotlar olingan. To'g'ri, bu yerda ko'proq ma'lumotlar bor, realni unaqada kirgan vaqtimizda. Keyingisi endi bu ma'lumotlar integratsiyasi bo'yicha oldinroq aytdim.
Yana bizada ma'lumotlarni turli xil vazirlik va idoralarda, shu jumladan qishloq xo'jaligi vazirligining tizim tashkilotlaridan ma'lumotlar olamiz. Eng muhimi birinchisi bu o'sha joyning tuproq tarkibi, ya'ni tuproq ma'lumotlari. Bu yerda ikkita tizim tashkiloti bor, shu joydan tuproq ma'lumotlari olinadi. Keyingisi bu O'zbek loyiha davlat imlolari loyihalash instituti, O'zbek loyiha deymiz, eski tilda Giprazem deyishadi, endi hamma bilishadi. Bular yer tuzish ma'lumotlarini ulardan olganmiz. Shu bilan bir qator yana qo'shimcha davlat kadastrlari, davlat statistika qo'mitasi bor, kadastr agentligi, o'rmon xo'jaligi, suv xo'jaligi vazirligi va ekologik muhit. Har bitta o'sha vazirlik idoradan qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lgan faqat ma'lumotlarni olib, o'zimiz integratsiya qilib, har bittasi bo'yicha alohida maxsus o'sha yo'riqnomalar ishlab chiqilgan, ikki tomonlama imzolangan har bitta yo'riqnoma. Ya'ni qaysi turdagi ma'lumotni biz olamiz, qaysi turdagi ma'lumotni biz ularga beramiz. Ya'ni ma'lumot integratsiyasi faqat bir tomonlama emas, ikki tomonlama. Biz ham ularga ma'lumot beramiz, ulardan biz ham ma'lumot olamiz. Shu orqali mana ko'rib turibsizlar, bir qancha vazirlik idoralari bilan ma'lumotlar almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu yerda o'sha birinchi marta biz mana shu qishloq xo'jaligida ekinlarni monitoring qilish uchun mana bu struktura bo'yicha ishladik. Biz monitoring uchun avvalo o'sha ArcGIS'ni, ArcGIS Pro endi berdim. ArcGIS Pro olindi, Sentinel'dan foydalandik. Ya'ni ekinlarni o'sha suratlarni, ya'ni ekinlarni shu kosmik suratlarni olish uchun tematik qatlamlardan foydalanib, yana bu kadastr agentligi ma'lumotlari, ikkita ma'lumotlarni o'zaro tahlil natijasida o'zimizga kerak bo'lgan ekin maydonlarini hisoblash bajardik. Shu jumladan ekinlarni bilasizlar, o'sha NDVI ko'rsatkichlari, NDWI, uni hammalaringiz bilasizlar nimaligini. O'sha bo'yicha ma'lumotlar olindi. Birinchi marta biz o'sha sun'iy intellektni mashina ta'limi, ya'ni machine learning deydi. Machine learning yordamida paxta va bug'doyni joyga chiqmasdan turib, ekin turini aniqlashni amalga oshirdik. Ya'ni bu 22-yilda bo'ldi. Endi hozirgi kunda yana ham takomillashtirildi. Bu paxta va g'alla ekinlarini joyga chiqmasdan turib turini aniqlash, uni maydonlarini aniqlash bo'yicha shu bilan bir qatorda uni vegetatsion davrini kuzatib borish. Boshlang'ich mana shu orqali amalga oshirildi, sistema orqali. Endi bu yerda hamma biladi, menimcha bilsalaringiz kerak, bu narsa indekslar, bu spektral indekslar Sentinel'ga tegishli bo'lgan. Biz asosan foydalanamiz B4, B8, B3, B2. Bu O'zbekistonda o'sha multispektral tasvirlarni qoplanish darajasi. Ya'ni bizlar asosiy foydalanadiganimiz 72 ta. Ko'rib turibsiz. Minimal suratning o'rtacha hajmi 800 megabaytdan 1 gigabayt ozgina oshadi. Ya'ni har oyda biz eng kamida 2 ta olamiz. Ya'ni bu o'sha hududdagi bulutlik darajasidan kelib chiqadi. Ya'ni qanchalik o'sha havo ochiq, ya'ni bilasizlar. Bu hammasi optik bo'lgani uchun Sentinel 2 optik suratli bo'lgani uchun biz faqatgina o'sha ochiq davrlarda ma'lumotlarni olamiz. Jam ma'lumotlar hajmi mana hisoblab chiqamiz, 1 terabayt bir marta olganda ma'lumotlar bo'ladi. Mana maydon haqida yozilgan, u yerda piksellar bo'yicha ham har bittasini tahlil bo'yicha to'g'ri, endi masalan 100 kvadrat kilometr bo'ladigan bo'lsa, hammasi olinmaydi, faqatgina qishloq xo'jaligiga tegishli bo'lgan yer maydonlari olinadi. Bu o'sha joyga chiqmay hududni o'rganganimizda ko'rib turibsizlar, masalan paxta hamma joyda bir xil o'smaydi. Ya'ni qayergadir ochiq, qayergadir nima deydi, yaxshi rivojlangan. Mana shundan ko'rsa bo'ladiki, o'sha kosmosdan turganimizda nima uchun bu joy ochiq turibdi. Yani joyga chiqib o'rganishimiz kerak. Bu sho'rlanish bo'lganmi yoki u yerda ortiqcha suv qolganmi, suv bosganmi yoki u yerda suv chiqmay qolganmi? Har xil muammolar bo'lishi mumkin. O'sha muammolar o'rganish uchun joyga chiqib o'rganildi. Mana ko'rib turibsizlar, har birini o'sha tahlil qilish uchun joyga chiqib o'lchangan, har bittasi bo'yicha ma'lumotlar olingan. Bu ma'lumotlar hozirgi kunda ham yig'ib boriladi. Masalan, mana hozir 2025-yil uchun hozir oktyabr oyi bo'lsa, 16 mingdan ortiq ma'lumot yig'ildi bu yil uchun. Shu yilning o'zida 16 mingdan ortiq ma'lumot kirildi, turli xil ekinlarni holatini joyida chiqib kuzatish orqali. Ya'ni biz 22-yildan buyon mana 22, 23, 24, 25-yilda har yil ma'lumotlarni yig'ib boramiz mana shunaqa ko'rinishda. Ya'ni
fotosurat ko'rinishida har bittasini koordinatasi yozilgan, qachon, qayerda, kim tomonidan olingan suratlar. Ya'ni bu yerda hech qanaqa bir nima deydi, tashqi ta'siri yo'q, ya'ni bu nima deydi, soxtalashtirish imkoniyati yo'q, chunki xodim joyga chiqqan vaqtdagina koordinatalar yoziladi. Bo'lmasa koordinatalar unaqa rasmga tushmaydi. Shu narsa hisobga olingan bu yerda. Mana bu ham o'sha ishlarni bajarishning bittasi. Biz o'sha xodim yashagandan keyin mana bu jadvallarni ishlab chiqamiz o'zimiz. Ya'ni buni tartibga solish uchun, standartizatsiya qilish uchun o'rganish. Mana bu har masalan misol uchun bu yerda endi faqat biz makaja xorini berdik, ya'ni agrotexnik xaritasi bo'yicha yana ekin qachon yer tayyorlanadi, qachon o'riq ekiladi, qachon ekin o'sib chiqadi, ya'ni unda vegetatsiyasida qachon suv beriladi, qachon o'g'it beriladi. Shu bilan birga qachon biz unga o'sha temperatura deymiz, ob-havoning ta'siri qancha yomg'ir yog'di yoki yog'madi yoki umumiy hajm bilan beriladi. Ya'ni yillik yog'ingarchilik miqdori yoki yillik temperaturani hajmi hisobga olinadi. Shular bo'yicha ma'lumotlar yig'iladi. O'zbekiston sharoiti bo'yicha bizda 4 ta agroiqlim sharoiti bor. Ya'ni bitta ekin o'zi har xil hududlarda har xil sharoitda o'sadi, lekin ekin o'zini ham har xil navlari bor. Yana nima deydi, oson emas. Mana shu bo'yicha menda har bittasi bo'yicha mana indeks o'zini anaqalar yaratib chiqiladi. Hisoblab chiqqanmiz koordinatalar bo'yicha o'rganib, mana shunaqa indekslar 22-yildan buyon hozirgacha hammasi har bir ekin bo'yicha bor. Ya'ni har yili takomillashtirib boriladi, o'rganib boriladi. Ya'ni ob-havoning ta'siri, yog'ingarchilik bo'ladimi? Chunki masalan bu yil qurg'oqchilik keldi, oldingi yil yog'ingarchilik juda yuqori edi. Yana bitta o'shani o'zida har xil ta'sir ko'rsatadi ekinga. Bu endi o'sha birinchi o'sha vazirligimizni geoportali, shunday mana bu geoportallar ishlab chiqish boshlandi, endi dashbord. Mana ko'rib turibsiz, bu yerda NDVI ko'rsatkichi, GNDVI yoki NDMI ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lumotlar bu yerda mana monitoring bo'yicha pulda real vaqt rejimda olib boriladi ekan. Ya'ni biz aytdik-ku, biz hozir 200 ta litsenziya olganmiz, o'sha field workerlar bo'yicha hududdagi doimiy monitoring olib borishadi, ular ma'lumotni kiritib borishadi. Ya'ni bu ma'lumot hammasi dinamik ravishda o'zgaradi, statik emas, hammasi dinamik ravishda. Ya'ni xaritaga tushgan ma'lumot faqatgina bu yoqqa chiqadi. Bu endi mana yaqinroq endi ko'rish uchun bu birinchi o'sha 21-yilda birinchi boshlagan ma'lumotlar, bu tuproq sho'rlanish ma'lumotlari. Xuddi shunaqa tuproqning mexanik tarkibi va boshqa ma'lumotlar ham bor. Ya'ni bu agrokimyoviy ma'lumotlarni hozir ko'rsatib o'tamiz. Endi bu yerda bu portalning o'sha bu ham boshlang'ich variantlari o'sha joyda NDVI ko'rsatkichi bo'yicha ekinlarni. Keyingisi mana bu yerda anaqa bo'yicha NDMI bo'lishi kerak bunda. Bu yerda ham NDMI, GNDVI. Xuddi shunaqa endi bizda yana bu yerda anaqa bor, paxtani joyda paxtalar ekin maydonlarining tahlillari. Yana bu yerda mana biz joyga chiqmasdan turib, ya'ni xodimlar joyga chiqmasdan turib o'sha kosmik tasvirlar yordamida, sentinel yordamida tahlil qilib, har bitta tumanlar kesimida tahlil qilamiz. Ya'ni ekinlarni joylashish rejasi qanaqa edi? Joydagi monitoring qiladiganlar qanday monitoring o'tkazdi va uni ustida biz yana kosmosdan turib, ya'ni fazo yo'nalidan turib monitoring o'tkazamiz. Va uchala holatni ham ko'rib turibsizlar, tahlil qilib boramiz. Ya'ni qayerda biz o'sha hudud tumanni xodimlari to'g'ri ishlagan yoki qayerda nima deydi boshqacha bunaqasi bormi ma'lumotlari. Faqatgina qayerdadir o'zgarish yuqori bo'ladigan bo'lsa, biz o'sha joyda monitoring gruppasini jo'natamiz. Ya'ni o'sha joyda monitoring olib boriladi. Haqiqatan shu katta farq bo'lgan joy haqiqatan shu ekin bormi yoki yo'qmi, mavjud emasligi. Ya'ni ayrim joylarni ko'rib turibsizlar, monitoring guruhi bilan ekinlar rejasi bir xil turibdi, misol uchun. Nima uchun bir xil turadi? Demak, u yerda qanaqadir nima deydi, o'sha xodim o'zi bir xil ma'lumot taqdim etgan. Ya'ni u joyga chiqib o'rganmasdan turib, bizda o'sha ekin joylashish ma'lumot o'zini to'g'ridan taqdim etgani uchun bir xil chiqadi. Hech qachon nima deydi, monitoring bilan joylashtirish to'g'ri chiqimdan ozgina farq qiladi doimo. Bu yerda u bir xil turibdi. Ko'rib turibsizlar, kosmik monitoring kam ko'rsatyapti ma'lumot. Ya'ni joyda nima deydi? Paxta deydi, paxta masalan o'sha joyda kamroq qilingan, amalda ekilgan. Shu bo'yicha biz hozir 24-25-yil ma'lumotlar to'liq bor. Butun respublika har bitta tuman, ya'ni paxta punkti
yangish 135 ta tuman bo'yicha hammasi to'liq bor. Hammasi hisoblab chiqilgan. Doimiy mana shu narsalar olib boriladi va bu narsa har biri viloyat rahbarlariga, hududlar hammasi tarqatiladi, viloyat boshqarmalariga bu ma'lumotlar boradi. Bu ma'lumotlar statistika qo'mitasiga boradi. Bu ma'lumotlar prokuraturaga boradi. Hamma joyda ma'lumotlar bir xil ketadi. Ya'ni bizada qishloq xo'jaligiga portalik ma'lumotlar barcha davlat idoralariga ham bir xil boradi. Ya'ni ma'lumotni o'zgarishi yo'q. Dinamik ravishda bo'lgan ma'lumot to'g'ri yoqdan boradi. Yana shu narsaga bizga nima erishdik? Endi keyingisi bu yerda bitta o'sha tuman misolida ma'lumotlar ko'rsatilgan, ya'ni yana ham detalliroq qilib. Mana ko'rib turibsiz, o'sha ma'lumotlar qanaqa ko'rinishda bo'ladi, o'sha fermer ma'lumotlar. Ya'ni biz bu yerda endi qishloq xo'jaligining asosiy foydalanuvchisi bu fermer dehqonlar. Bu yerda o'sha fermer ma'lumotlari, fermerga tegishli bo'lgan kontur ma'lumotlari, ya'ni yer uchastkasi konturlari bo'yicha. Endi bizda qishloq xo'jaligida ma'lumot bor. Hozirgi kunda kadastr tomonidan qilinadigan kadastr konturlari bor. Ya'ni u bizning qishloq xo'jalik kontur bir nechasini bittasi o'zi tashkil qiladi. Qishloq xo'jalik o'zi vazirligini har bitta kontur bo'yicha alohida raqamlari mavjud. Ya'ni bu yerda nima deydi, ozgina farqlanish bor. Ya'ni kadastr konturi bilan, kadastrni raqamlari bilan obyektlarni qishloq xo'jaligini konturlari bo'yicha ya'ni farqlar mavjud. Bu narsani hisobga olish kerak. Yana bu nima uchun kerak? Oxirida ma'lumotlarni hisoblaganda juda katta nima deydi, o'zgarishlarga sabab bo'ladi, noto'g'ri hisoblaydigan bo'lsak. Bu yerda har bitta ma'lumotni mana ko'rsatilgan, o'sha multispektor kosmik suratli tahlil orqali qani aniqlagan bizda turlar bo'yicha. Mana bu yerda kaliy, humus, fosfor, yana bu agrokimyoviy xaritalar, o'sha ma'lumotlar bitta fermerning misolida ko'rsatilgan. Yana kaliy qancha turibdi, humus qancha, fosfor qancha, bu hammasi. Keyingisi o'sha individual, endemiya va gender ko'rsatkichlari o'sha bitta kontur bo'yicha, ya'ni detalni ko'rsatib turibmiz. Ya'ni ular har bittasi maydonni ham avtomatik ravishda hisoblab qo'yiladi. Ya'ni nima deydi, o'z dasturchilar ham shunaqa yozishdi, ozgina kichkinagina hisoblab. Ibara multispektral tasvir yordamida g'alla ekinni 22-yilda tahlil qilganimizda ekin joylashtirish bo'yicha ma'lumotlar qanday bo'lgan va faktda qanday, bitta konta e'tibor beradigan bo'lsalaringiz, g'alla bo'lgan, lekin uni faqatgina 4/1 qismida g'alla, faktda amalda, lekin qolgan joyda g'alla ekini yo'q. Shundan keyin biz bu narsani o'sha rahbariyatga ko'rsatganimizdan keyin bu nima deydi, haqiqatdan o'sha kosmik texnologik axborot tizimlari qishloq xo'jaligi qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko'rishdi. Ya'ni fakt bilan nima deydik, qog'ozdagi jadvalni turli xil ekanligi. Shu uchun ham hozirgi kunda to'liq mana shunaqa tizimga o'tdik. Ya'ni faqatgina kosmik texnologiya orqali ma'lumotlar hammasini tahlil qilib boramiz. Faqatgina jadval orqali emas. Ну, oxiri bu. Agar savollaringiz bo'lsa, есть вопрос, пожалуйста, да.